Farg'ona viloyati Agroxizmatlar markazi tashabbusi bilan Yazyamon tumanida Shinjon usulida xorijiy va mahalliy g'o'za navlarini ekish hamda parvarishlash bo'yicha seminar o'tkazildi. Unda tumandagi fermer xo'jaliklari rahbarlari, Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlari agroxizmatlar markazlari vakillari ishtirok etdi. Mutaxassislar tomonidan Umid fermer xo'jaligida Shinjon usulida xorijiy unumdor nav ekilib, hosildorlik oshirilganligi, daromad ham shunga yarasha ko'payganligi aniq misol va raqamlarda seminar qatnashchilariga tushuntirildi. Bunday maydonlarda ekish oldidan fosforli va kaliyli mineral o'g'itlar yillik me'yorining 100% miqdorida qo'llanilishining ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Bu Shinjon texnologiyasi orqali nimaga erishdik? Avvallari biz 100 ming ko'chat olib 40 sentner olayotgan bo'lsak, hozir ko'chatlarimizni 240 mingga yetkazib, qo'shqotor usulida ekib, plyonka ostiga tomchilatib sug'orish shlankalarni tashlab sug'orib, Shinjon texnologiyasi joriy qilib, o'tgan yili mana 50 sentnerdan yuqori olgan bo'lsak, bu yilgi rejalarimiz o'tgan yilga nisbatan hosildorlikni 30-40% ga oshirish niyatimiz bor. Seminar doirasida yangi usulda xorijiy va mahalliy g'o'za navlarini ekish, parvarishlash bo'yicha ishlar samarali tashkil etilganligi uni kuzatib borgan Jahon taraqqiyot banki eksperti tomonidan yuqori baholandi. Qishloq xo'jaligida bugunning talabi ortiqcha xarajatlarning oldini olishda innovatsion usullardan foydalanishdan iborat. Fermerga yangi serhosil navlarni ekish muhimligini tushuntirish, urug'ni yerga qadashdan tortib parvarishi, agrotexnik tadbirlarning zamonaviy usullarda olib borilishiga erishish, fermerni olimlar bilan bog'lash, ilmni amaliyotga jalb etish ham muhim. Maslahat guruhi a'zolarining fermer yer maydoniga qanaqangi nav ekish, qay tarzda zamonaviy texnologiyalarni jalb qilishning iqtisodiy afzalligi va o'g'itlar bo'yicha tavsiyalarni to'g'ri tushuntirib borishayotganligi, Farg'onada ishlar to'g'ri tashkil etilganligini ko'rsatadi. Seminar so'ngida xalqaro ekspert tomonidan Agroxizmatlar markazi xodimlari bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash, tajribalarni oshish yuzasidan master-klass o'tkazildi. Unda xodimning fermerlar bilan muloqotni tashkil etish, ko'zlangan maqsadni tushuntira bilish va uni zamonaviy yondashuv asosida xarajatlarni kamaytirish orqali daromadini ko'paytirishga ishonchini oshirish muhimligi tushuntirildi. Respublika Agroxizmatlar markaziga davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan topshiriq va ko'rsatmalariga asosan qishloq aholi punktlaridagi fermerlarimiz, dehqonlarimiz, tomorqa yer egalarimizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, ularning daromadini oshirish bevosita bizga vazifa qilib yuklatilgan. Tumanlarimizdagi agroxizmatchilarga qo'yilgan asosiy talab umuman qishloq xo'jaligi sohasidagi barcha turlardan, yo'nalishlardan unumli foydalanish, unga albatta ilmni, innovatsiyani jalb qilish va shu orqali ularni daromadini oshirish asosiy ko'zlangan maqsad. Xalqaro ekspert tomonidan amaliy ham nazariy narsalarni uyg'unlashtirib bizga tushuntirilyapti. Savol-javob tariqasida bizdagi holat bo'yicha, chetdagi holatlar bo'yicha hammasini uyg'unlashtirib, bir-biriga jamlab, o'zaro bir to'g'ri yo'lga solish bo'yicha hozir ma'lumotlarni berib o'tyapti. Yangiliklar ko'p bo'ldi. O'zimizda bor narsaga qo'shimchalarni oldik, hammasini jamlab, xudo xolasa fermerlarga boshqaga targ'ibot qilamiz buni. Bu kabi seminarlar markaz xodimlari malakasini oshiradi. Paxta va g'allachilikka innovatsiyani olib kirish, energiya tejamkor texnologiyalarni jalb etish orqali ortiqcha xarajatlarni kamayishiga, fermer daromadini ko'payishiga ham xizmat qiladi.